Assalomu alaykum, kanallarimiz hurmatli obunachilar, hurmatli do'stlar. Bugungi sotuvga chiqqan xonadonimiz Urganch shahrimizda 50-maktabning orqa tarafida 2 qavatli 205 kvadrat metr bo'lgan xonadonimiz bilan tanishib o'tamiz. Enini 11 metr ekan, suvoq holatida turibdi ichki qismi. Fasad qismi polni travitingdan chiqqan, so'qillari hazda kafel bo'lgan. Albatta, orqaga 2 mashina sig'adigan mesalarim bor. Marshrut ham o'tib turibdi, hazda 9 marshrut ham yetib turibdi. Bu yerda poliklinikaning ro'parasida 50-maktab bu tarafimizda bo'ladi. Shundan borsangizlar ham bo'ladi hazda. Maktab bog'cha umuman muammosi yo'q. Marshrut hazda 5-10 minutdan o'tadi. Tayyor xonadon. Yani yanında 2 qavatli ajoyib Tashkent stilidagi hovli joylar ham bor. Olib turib bir chiroyli qilib remont qilsangizlar, dahshat ajoyib joy bo'ladi. Ekranda mulkiyasi nomerini qo'yib beramiz. O'zlar bilan kelishib, savdolashib olaverasizlar. Eng shu nomerlarga telefon qilaverasizlar. Hozir dokument ham tog'. Stupenka qilingan, kafellar ham bo'lgan, ishlar ham ajoyib, sifatli ishlardan hurmatli vatandoshlar, ashukam qilingan MDFlar bilan zamonaviy ishlardan qo'yganlar. Girgandan keyin bahaybat daloni bo'ladi. Xonadonlar ham katta tushgan, sanuzellar ham katta. 205 kvadrat metr, joyimiz enini 11 metr tushgan. Shularni ham alohida e'tibor qilib o'tasizlar. Bunning joylar kamdan-kam chiqadizlar. Hozir ko'pira borsangizlar 3-3,5 metr qiyomati. Bu 5,5 metr enini. Dalonimiz hurmatli vatandoshlar. Uzinasi 9 metrlar orqaga chiqadi. Oyoqtelar ham steshga bo'lgan, suvoq holatida turibdi. Plita bilan bosilgan azda katta dalon. Shuningdek katta dalonli, ajoyib xonalar katta hovli joy qilib yaqinlaringiz bo'lsa, videoni ulashib qo'yinglar. Bizga orqali kelib joy olsanlar, foydamiz degandan xursand bo'lamiz. Yerni e'tibor qilingizlar. Hazzaynang 4 metrlar boy, enini zalimiz uzinasi 6,5-7 metr orqaga chiqadi. Bahaybat dalon, bahaybat azda zolinang. Elektromontajlari bo'lgan. Aynalar ham katta ramlardan qo'yilgan, hurmatli vatandoshlar. Tim ajoyib joy ekan, hurmatli vatandoshlar. Berimizga sanuzelni e'tibor qilingizda, katta tushgan. 3,5 ma bor, orqaga chiqadi. Qancha montajlari bo'lgan, yuqoridan sanuzelni ega, azda tepli pol oyoqteklari bo'lgan azda. Bu yerda hamma montajlar qilingan, unitoz uchun rakovina, vanna, hammasi tog' holatida. Bu yerda tepli pol kollektorlari ham pishgan kavushdan solingan azda. Oyoqtelar hamma steshga bo'lgan. Birimiz oshxonaga qaramizda, oshxonam katta tushgan, bemalol azda bir ustol qo'yib, oila davrasida bir ovqatlarni yeb o'tiradigan mesalarni, sharoitlarni qilsangizlar ham bo'ladi. Bu yerda kotel mesasi, gaz va suvdan muammosi yo'q. Ya'ni gaz so'chlarim gap turibdi polni, kotel qo'yib bersangizlar, duxontirni ajoyibidan bir chiroyli qilib azda high-tech uslubida mebellarni zo'tirib qo'ysangizlar, katta oshxona. Shu yerda ovqatlarni pishirib azda tezroq tomosha qilib o'tirsangiz bo'ladi oila davrasida. Yanımızda yeni bağ var. Kuruluş çok kılıngan azda. Paşti hem meri desek hem burada bir işinde bir kanadın cayı kaynayın. Bağ için zilyoni zonası var. Bir de tapçan koyup otursanızlar hem buladı. 2 kanalizasyası var yine. Yani şöçükler hem koyulgan. Şöçük hem koyamanda bir misle. Zor cayken cayımıza gap söz buluşu mümkünmez. Kuvatla salıngan köpünce bir şeyin kendi şetkerler. Hürmetli vatandaşlar. Gelip görüp üstünde teşkirip alıverəsizler. Acayip cay. Lesinsamız ham qo'ymana. Lesinsan tendan maydacha qo'ymoqqa mesalari ba'zida bemalol birini remontdan keyin shikafcha qilib bersangizlar, biroz vajin sig'ib turadi bu yerda. Bu azda spalni qism bo'ladi. Spalni ham azda bemalol spalni gormizlarni sig'dirsangiz bo'ladi. Hamma joyda. Katta tushgan bu yer ham bundan 4 metrlar bor, bir yine boshqa bir 3,5 metrlar chiqadi. Registr toshkalari bor, aynalari plastik romlardan, podogoniklari bor, suvoqdan chiqqan. Azda ko'pini pishgan ishlatganlar. Quvatlatib solingan ekanizda. Enini 11 metr fasad qismi polni traviting qilingan. Azda suvoqdan chiqib turibdi. Chiroyli bo'lib. Bu yerga chiqqandan keyin xo'lini qarangizlar. Odamni bir bag'ri dilini ochadigan katta xo'llardan birisi. Enini 5,5 metr, uzunligini 9 metr. Panoramik katta aynalar qo'yilgan. Balkoni bor, kishini olsamizlar bir chiroyli balkonlarga bir plilalar qo'yib bersangizlar, ajoyib bo'lib turadi. Mulkiyasini nomerini qo'yib beramiz, o'zlari bilan kelishib, savdolashib olasizlar. Azayning katta og'ochlardan qo'yilgan ikkinchi qavatdan ham kelib tushayotganlaringizlar. Birimiz pastdagi zal bilan bir xil rasmiyada, enini 4 metr, uzunasi 6,5-7 metrlar bor. Og'ochlarning quvvatlisini ajoyibundan bosirganlaringizlar. Plastik ramlardan registrlari bor ikkinchi qavatda. Sanuzelimiz tepli pol. Sanuzelni o'zi bir spalni deymiz, katta spalni. Hozir ko'p joylarning spalnisida kattaroq edi.
Bileyinin həzə rakovina, vanna, unitaz, toşlar həmməsi taşalqan. Hürmətli vətəndaşlar. Bir yan tərəfdə spalnisi. 4,5 məzmində düşkən registrləri qoyulğan. İkinci qavatlara yenə həzə bir yan tərəfimiz yenə aşxananın üstü kətdə spalni. Həzə etibarlı yenə fayqalan döşəb, teyin həzə steşə qılğalla. Kuruluşuna gəpsiz buluşu mümkün əməsəkən registrləri bu, padagoniklə, aynalara plastik ramlarından işinin kətdə halıcay karabüyün yakınlarınızda videonu üləşik qoyunlar bizə arqalı gəlib cay asala faydamız deyəndən xursən bulamız əzlə. Premium mülk iyəsindən yola yakın 50-ci məktəbin arka tərəfində əzlə bir azraq ötəsilə 200 metr, 150 metr ötkənizdən çəpinizdə poliklinikenin rop arasında 11 metr düşkən 205 kvadratmetrli xanadanımız satıb açıqdır. Narxı 950 milyon son. Gəlişədən yeri var. Dokumentlərin mommosu yok. Qızıq qala telefon klasında ekranda nömrələrimiz qaldıramız. Həzlər mülkiyyəsini premium üzərindən bağlanıb sodasını iqtila verəsiniz. Həmmə sağlıq, amanlıq dilimiz. Yeni görüşüncə xəyrət qalamız.